qo'yamiz. Ormappa, Gulchuhra, Suray. Yana muzika bo'lsin yigitlar. Hamsiyalar yo'q. Qani kelingizlar, hamsiyalar. Ormappa, Gulchuhra, Suray. Fatma xolamizni prezident taklif qilamiz. Yigitlar yana muzika bo'lsin. Xursandgul opam marhamat kelingizlar. Xursandgul opamiz. G'aram. Fatma xolamiz birgalikda. Qani kelingizlar. To'ylar tuyog'i sovg'alar sizlarga. Hammalaringizning prezlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Endi hurmatli mehmonlarimiz, asta-sekin so'z navbatimizga boshlaymiz. Mana kimningki yaxshi niyatlari bo'lsa-yu, og'aynlari tez-tezgina bir ism shariflaringizni yozdirib ketingizlar. Qo'shnilari, ara, amma, tog'a, jiyan deganlaridek kelib bir yozdiringizlar, iltimos. Hozir mana shu oilani hurmatlab bazatlab kelgan 5-sport maktabining mudiri, o'rinbosari Tanjib Erkin og'a. Qani kelib so'z navbatimiz sizga. Kelib mana barcha kollektivlaringiz nomidan bugungi Kamoljon bilan Shayraxon kelimizning nikoh to'ylari bilan tabriklar bildirib ketishini so'raymiz. She'rlardan ham burilajasizlar. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar va mehmonlar. Mana bugun ashkam Avazar va Gulsar opamiz sport shkolasining eng yoshli ishchilardan biri. Shuning uyida katta to'y, katta tantana. Bu to'yning sababi ham ularning kenja o'g'illari Kamolning bor to'yda o'tiribmiz. Biz ham shu ishchilar ortidan buyuk yoshli sifatida tabriklaymiz. Ularning hayotlarida bor nasibsa shu enatasining suygan bir kelin va kuyovlari ularni yetishsin nasibsa endigi yil shu vaqtlar shu Kamolning to'yda o'tirmoq nasib qilsin hammamizga. Nima deymiz? Ishchilar ortidan tayyorlagan bir kichik sovg'atimiz bor, shuni topshirishga ruxsat bersangiz. Rahmat Erkin aka, sog' bo'ling, omon bo'ling deymiz. Qani endi kelimizdan to'ygalari. Kollektivlar nomida mana talagan sovg'alari bor ekan. Kamol, Shayara, qani qabul qilingizlar sovg'alarni. Muborak bo'lsin sovg'alaringiz. Mana kelib, oilangiz tomonidan bugungi yoshlarimizning to'ylari bilan tabriklar bildirib ketishni so'raymiz. Assalomu alaykum. Uzoqdan va yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun oshkam Amonqulovlar oilasida katta to'y va katta tantana. Bu to'yning san'atkori akajonim Kamol va yangam Shayara. Men sizlarga alobax oltindan tog' so'rayman. Nasib qilsa, bu yil bag'it to'yimizda o'tiramiz. Nasib qilsa, endigi yillar ukalarimni to'yida o'tirmak ham bizga muyassar etsin. Paxa kasnatdan $100 priz, o'zim nomidan $100 prizimiz bor. Ham enamga o'rtaga taklif qilamiz. Siz bilgan uchun ham rahmat. Kelin-kuyovlarimizga sovg'a priz emas ekan. Sevara sigirimiz ham shashayapti. Mana $100 kelin-kuyovlarimizga sovg'a tayinlagan. Mana muzika bo'lsin yigitlar. Onajonisiga mana tayinlagan to'nlarimiz bor. Bir qarsaqlar bo'lsin og'aynlari. Saatda muborak bo'lsin sovg'alaringiz. To'nlar qulluq bo'lsin. Qani chog'imiz og'aynlar.
endi yana shunday qilib asta-sekin so'z navbatimizni davom ettiraylik. Mavluda sinfdoshlari tomonidan Mavluda sinfdoshi. Mavluda, marhamat keling, so'z navbatimiz sizga. Barcha mana sinfdoshlaringiz nomidan bugungi yoshlarimizning to'ylari bilan tabriklar bildirib ketishlaringizni so'raymiz. Kelib tursin armiyanskiy o'rtoqlari. Qalmurod armiyanskisi tayyorgarlik ko'rib tursin. Hurmatli sinfdoshim Kamol va kelinimiz Shayralarning vaqtida o'tiribmiz. Biz ularga uzoq umr, baxt, sog'lik tilaymiz. So'zimning nomida sinfdoshlar nomidan arzimas sovg'amizni qo'shishdan ruxsat bering. Siz bilan rahmat. Qani sinfdoshlar tomonidan berilgan sovg'alar bor, qabul qilingizlar Kamoljon. Pul sovg'alar bilan berilgan. Salomat bo'linglar sinfdoshlar. Boshlaringiz omon bo'lsin deymiz. Ова, армейс, Камал, ну что ему трудно. Она не научила, она раз научила. Батон! Улукташlar, ana kichik savod bo'llar. Shunga Батон. Qani muzika bo'lsin yigitlar. Selamat berbulan
Nima qilib qo'lda soz Lezgi kuyi yayrasa Turlanasan beqiyos Chehra ochib oy kabi